Ichi qanaqa keladi bolani? Yaxshi. Yo, rangi qanaqa qiladimi? Sariq. Sariq. Qotadimi, qotmaydimi? Kuniga necha mahal keladi? O'lchab ko'ramiz. Qarang, 50 kilo chaqaloqqa bilirubin normasi bo'ladi-da. Norma 20 bo'lishi kerak ularga. Sariqlik ketgan bo'lishi kerak bolada. 115 bilirubini. Bunga fototerapiya qilinadi. Fotolampani xohlasangiz uy sharoitida olsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa bansiga o'tsa ham bo'ladi. Yo'tallar yo'q chaqaloqqa hech qanaqa bolaning jigar faoliyati to'liq yetilmagan bo'ladi-da. Chunki bilirubin hammamizda bor. Bu 50 kungacha cho'zilgan bilirubinga sut bilan bog'liq saqlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni ona suti ham mana saqlab ketishga ta'sir qiladi. Sizda hech qanaqa infeksion kasallik yo'qmi? Tosh infeksiya. Endi davolagansiz, lekin baribir qonda o'tib chiqadi bu. Qani bir nafasini hech ko'rlab. Chaqaloq vaqt tug'ilmaganmi? Besimni o'lchab ko'rsatmaymi? Chiqayotganda qancha bo'lgan bola? 2 kilo 245 dan chiqqansiz, to'g'rimi? Yaxshi bes yiqqan 2 kilo. Kuchanib chiqanishi bu saqlik hisobida bo'lyapti. Sutkali yosh tavsiyasi bolaniki 10 soat bo'ladi. 2 soat fototerapiya, 1 soat tanaffus, 2 soat.